Assalomu alaykum grupamiz kuzatuvchilari. Mana yana bitta so'rtagimiz xudo xolisa oxiriga yetdi. Kraskalari, rekalari tortilib, xudo xolisa tunuka yopishga tayyor. Tunukamiz ham yetib kelgan mana. 2025-yil 14-may payshanba kuni. Xudo xolisa juda go'zal chiqdi. Oltinko'l tumaniga o'rnatildi. Xudo xolisa remontlariga ham ranglari juda mos tushdi. Stoyka, xori, burchak, to'sin gullari bir-biriga mos bo'ldi. To'sinimiz 8,5 metr, xorisi 15 metr.